Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yili 3-oyning 9-kuni. Bizning vaqtimiz juma kuni kech bo'ldi hozir. Kech soat 8 ulayda qoldi. Aslida bu videoni juma kuni qilgan videoti. Ati o'gin 2 kun bak oldirash bo'lib ketadigan bir ahvol kelib chiqdi. Shunga sal baldiroq qilib qoldim. Afv qilinglar. Bu haftadaki çoğun xabar yanılamken Ukrayna'daki uruş işi bu haftada. Hazırında nurgun kişiler bu uruşnaki neye verip qandaq to'xtaydiganligi haqida gangirash yoki besh qatish işte bir holatda turibdi. Bu urushniki asosiy sababi garchi Ukraynadaki iki ülkeniki müstakil buluşu ya ki Ukraynadaki Rus tillik xalqni qo'g'dash ashunday bir narsani bahona qilayotgan bo'lsa-mu Putin amaliyotda buning kabi yoshiringan maqsadi bor. U nima degan chog'da Rossiya o'zininki darajadan tashqari cho'ng davlatlik salohiyatidan ayrilib qoldi. 1990 yıldan keyin andaki Rus milleti dünyadaki en güçlük milletler qatorida düşüp kaldı. Bu qitimki Putin'deki asaslı maqsadi aşı qalpaqni qaytarib akilish. Gerçi albatta men degan ishlarni bahona qilayotgan bo'lsa-mu, ular bir hamsi bahona. Aslidagi maqsadi burun shu 1990 yili Sovet ittifoqiniki parchalanishi bilan mustaqil bo'lib ketgan ellarni o'zining qo'liga qaytarib kelib, qaytadan Rus imperiyasidek bir narsani asliga keltirish, qurib chiqish mush maqsad qilgan. Ehtimol xabaringlarda bor. 1700-yillari Rossiya dunyodagi eng kuchli davlatdi. Xuddi hozirgi Amerikaga o'xshash. U chaqda dunyodagi ham yerdagi dangliq kasb ahllari, dangliq artist, dangliq panchi degandek hamma odamlar Rossiyaga yuguraydi. Xuddi hozir Amerika dunyodagi texnologiya, ilm-fan büyüşük bo'lib qolgandek ayni vaqtda Rossiyada bu ahvollar 300 yildak vaqtdan keyin butunlay o'zgarib, Rossiya hozir bo'lgan sari bir kichik davlatdek bir holatga tushib qoldi. Bu qatim Putin'deki ish boshlashi aslida shuni o'zgartish. Amerika'nınki yeni hükümetiniki acizliği bunun bir türkü oldu. Şunun bilan bunu bir fırsat bulup Amerika'daki hakimiyet yeni bir almış boğacak bu işini kovalaydı deb oturuştu. Asas sebep şu. Şuna arıq görünüş asla boğalık için bu qıtımki uruş asalıkçı tügümeydi. Bulup mu Putin en ahırki nefsigeçilik tirişbaqıdı bu qatim. Onun başka amalı mı yok? Nimişqa degende hazır naydi çoğun cinayetlerini ötküzüp oldu. Naydi köp sanıki puhralarını öldürüp Ukrayna'da. İşte bu başka bu uruş ahırlaşkandikin Putin çukum xalqara soğukta atılıp onun hatta ölüm cezası birleşimi mümkün. İşte bu qalık için Putin bu uruşunu asas to'xtatmaydi. İki sebepten to'xtatmaydi, yani üzün sebebinden. Yani tashqi ahval qistisa, onun ilacı yok. Bu yerdeki tashqi ishlar qistisa degan vaqtida hozir ko'rib turayotganimizdek Ruslar har kuni intayin ko'p ziyon tortyapti urushda. Mayli urush qurollari jihatdan bo'lsin, askariy adam sonlari jihatdan bo'lsin, o'lib ketgan odamlarning soni har jihatdan. Ondan arqa sap yetishmaslik, oshliq yetishmaslik, yeni o'q-dorilar yetishmaslik degandek ahvollar. Mushta ahvollar ig'ilishib ketaversa, Putin urushni to'xtatishga majbur bo'lishi mumkin. Lekin o'zgalardan to'xtatmaydi. Bu yerda yine biz asli tutishga tegishli biraz bazı başka bir tarixiy ahvollar bor.
u nima degan chog'da Ukrainaniki tarixi Ruslarning tarixidan uzun. Bunday aytgan chog'da agar Rusda har xil millatlar bor desak, Ukrainaliklar ularning otasi. Xuddi Uyg'urlar Türk millatlariniki otasi bo'lganga o'xshash. Ashta bo'lgani uchun Ukrainaliklarda nayati kuchlik milliy iftixor, milliy g'urur bor bo'ladi. Ondan keyin Ukrainaniki poytaxti Kiyev shahri. Bu shaharmi dunyoda nayt kam uchraydigan eng go'zal shaharlarning birisi. Aynı zamanda 12. asrlarda Chingizxon Yevropaga hujum qilib berib, shu Kiyev shahriga borgan chaqda shu shaharga borganchilik bular nega borsa shu yerdagi shaharlarni, uy imoratlarni vayron qilib, tuz qilib aytamangan ekan. Ammo Kiyevga borgan vaqtida unda qilishga ko'z qiymabdi ekan. Shaharning chiroyligini ko'rib, chiroyligiga qarab. Bu shaharni vayron qilmabdi ekan. Bu shahar shu darajada go'zal. Ammo hozir Putin bu ishlarga yetishmay, ko'rayotganimizdek butun Ukrainaniki nurg'un joylarini intayin ig'ir darajada xarobilikqa aylantiryapti. Endi bu qatim Ukraina bütün dünyaniki istaşlıqıga ve yardımıga erişti. Hem erişiyatı da hazır mı? Bunun da Ukrayna'niki prezidenti Zelenski'niki kahramanlığı, yani bütün Ukrayna halkının ölümden korkmay oturga kökürge kirip çıkışı nayeti zor rol oynadı. Dastlabda nurgun elle sal küzüp bakmakçı olgan, sal qarab bakkan. Keyin bularniki batırını ko'rgandan keyin bütün dünya vaziyatida o'zgarish bo'ldi. Mening yozgan bir maqolam bor. Buyurilgan yordam va tirishchanlik deb. Agar insonlar o'zi tirishmasa, Alloh buyurgan yordamga erishmaydi. Asosiy mazmun shu. Bu narsani bu qatam biz Ukrainada ko'rdik. Bütün xalq qo'zg'alib o'zini vatanini qo'g'dash uchun jangga atlangan. Şundan dünyamı jimtimaydi, yordam beryapti. Yana bir jihatdan men Twitter'larga, Facebook'a chiqarib qo'ydim. Ukrainadan ketayotgan xalqlar, ayollar, kichik bolalar degandek. Ularniki ne kadar tertiplik, ne kadar ilmiy ish yapardiganligini ko'rdik. Men aşı resimni ko'rgan vaqtida her yili haj vaqtida Kabe'nin içinde bulduğun işler isim geldi. Onu demişsem o qarindoshlar biladi. Chiqib bu yerdagi millatdagi sapa farqi. Bu munayeti cho'ng rol o'ynadi. Endi bu qatim bu urush boshlangandan keyin bir qism qarindoshlar maqola yozib yoki shu ovozliq bir narsalarni chiqarib dunyodan biraz norozi bo'lgandek narsalarni o'tirib chiqaryapti. Mening taklifim ehtiyot qilgan yaxshi. Agar siz tushunsangiz bu ishlarning qanday ekanligini qiling, bo'lmasa buni ishlarni to'g'ri qilgan odamlar qo'yib qo'ying. Sabab nima degan chog'da xalqaro munosabat berib, oldida berib keyin elish prinsipi bo'yicha bo'ladi. Siz boshqalarga bermasangiz, siz ololmaysiz. Uyg'urlar yaqinqi 1-2 asrning mobaynida dunyoga ancha bir narsa berolmadi. Bir narsa berolmadik. O'zimizning narsa o'zimiz ega bo'lolmadik. Shunga bizning hozirgi holatimiz boshqalar bizga istash qilsa, yordam qilsa rahmat aytamiz. Agar unchalar qilib ketmasa, ulardan norozi bo'lishga bizningki slaytimiz to'shmaydi. Adaletlik şu deyishimiz mümkün. Dünyada adaletlik bu. Lekin o 100% emas. Ko'pincha ahvollarda ma'lum bir ishga qarata adaletlik qilish
har bir davlatniki o'zining manfaati bilan to'g'rilansa, anikin adolatli qilish yo'lini tutadi. Bo'lmasa ko'z yumib oldi. Herhalde Xudoga shukri, Uyg'urlarniki beshiga kelgan eg'ir irqiy qirg'inchilik herhalde yaqinqi bir necha yil ichida g'arb allariniki nayt qattiq istaslik qilishi, yordam qilishiga erishdi. Gerçi Ukraynaniki ahvoli bilan solishtirg'ili bo'lmasa-mu, o'zimizniki Türk qarindoshlari musulmon qarindoshlari bilan solishtirganda osmon zamin farqi bor. Shunga nada nima gap qilish yerda nayt ehtiyot qilsak bo'ldi. Unda qilmasak bizda hozir bor bo'lgan foydali sharoitlardan olib qilishimiz mumkin. Bu qitimki urushniki to'xtatishda Rossiyaga qaratilgan iqtisodiy embargoga qaragan chog'da Putin va uniki do'stlariga qaratilgan iqtisodiy embargoniki roli kuchliroq bo'ladi. Ehtimol sizlar bilishinglar mumkin. Putin shu Sovet burunqi Sovet ittifoqiga tava bo'lgan allarning hammasida intayin egri darajada chiriklik bor. Bu chiriklikniki shakli Xitoydagi chiriklikning shakliga o'xshab qoladi. U nima degan chog'da pul tepish fursatlarini oldi bilan o'zining oilasidagilarga, andikan o'zining do'stlariga berib, qolgan keng xalq ommasini bundaq fursatdan quruq qoldirish. Bu ahvol Rossiyada intayin egri. Hozir dünyadaki en puldar, en boy bir kısım kişiler var. Ruslardan tarkib topgan. Bularning hammasi Putinninki do'stlari. Masalan, intayin qimmat uylari bor. Hozir dunyodagi eng qimmat parxotlari bor kishilar, ruslar. Hammasi Putinninki do'stlari. Putin ularga iqtisodiy fursatni berib, pul tepish fursatlarini o'zini himoya qildirib boshqa minglatadi. Endi hozirgidek agar xalqaro shu topdagi kishilarga iqtisodiy embargo yurgizib, ularni o'zlarining iqtisodiy manfaatini quruq qilib qo'ysa, ularni nayt chichanlashtiradi. Deymiz. Ularni o'tiramaygan qilib qo'yadi. Bu tadbirniki kuchi Rossiyaga qaratilgan iqtisodiy embargodan cho'nroq bo'lishi mumkin. Putin urushni boshlashdan burun nurg'un hisoblarni qilib qo'ygan. Shu dunyodagi iqtisodiy embargolarni o'z ichiga oldi. Uning uchun bir cho'ng tayanchi bor. U nima degani Xitoy. Xitoy ruslarniki neftiga va tabiiy gazga ehtiyoji bor. Rossiyaniki Xitoyniki sanoat buyumlariga ehtiyoji bor. Bu ikisi bir-birini ma'lum darajada to'ldirib mang'alaydi. Shunga bu gaplarni meniki tilg'ilishimga sabab hozir xalqlaroniki qo'llanayotgan Putin va uniki yaqinlariga iqtisodiy embargo yurgizish, ularniki mol-mulklarini to'nlatish, ularniki o'z bizga safar qilishni cheklash. Ma tadbir Xitoyni no'ayt chang'ishtiradigan bir narsa. Xitoy davlati bo'lgan ziyonlardan bak ansirab ketmaydi. O'zining oilasiga keladigan ziyondan no'ayt ansiraydi bola. Ashta bu boshqa bu qitimki urush Xitoy hukumat beshidagi kishilarni no'ayt ovozini ichiga tiqqizibdi. Sababi nima desa, mushta ahvoli. Mushqitimki abaytan deganimdek urushning sababidan urush tugagancha Putin cho'qim taxtdan tushishi mumkin. Hatto o'lim jazosiga uchrashi mumkin. Mushu ahvol bilan hozir endi Jallod Shi Jinping bu intayin cho'ng andishiga tushdi. Aslida Rossiya Ukrainani tizlab besib olsa, aslida ularning planini 2 kun ichida besib olamiz deb o'ylab ekan.
keyin ish kelibdi deb o'ylagan. Hozir hammasi o'tib bo'ldi bu vaqtlar. Ammo o ishlar yuz bermadi. Ashtan bilan mening farzimcha Xi Jinping xili kuchli vahimaga tushdi hozir. O bunun lekin osonlikcha Tayvanga hujum qila olmaydi. Agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Xi Jinping va Xitoy Kompartiya hokimiyatining ag'dirilishi shunga tankiladi. Aslida hujum qilsa yaxshi biz uchun. Ammo bu ishlar kechiktirgan bo'ldi deb ashta o'ylayapman. Yana bir narsa, ba'zi qarindoshlar Putin yadro qurol ishlatami degan savollarni so'radi mendan. Mening tahlilimcha ishlatmaydi. Sababi nima desa, hozir qadar xalqaro Ukrainaga harbiy kirgizib, unda yordam qilmaydi. Agar Putin yadro bombalarini ishlatib qolsa, o chaqda bu g'arb ellerideki g'arb ellari jim turmaydi endi. Askarni kirgizildi bir tarafdan, yana bir tarafdan Rossiyaning butun yadro qurollarini vayron qilish mumkin. Rossiyaning ichiga kirib etib. Putin xil aqli bor odam. Hatta boshqa bu jihat hisoblarni yaxshi qildi deb o'ylayman men. Endi bir narsa hozir butun ishlar Putinniki o'ylagandek chiqmaganligi uchun agar buni saralg'i tutib qolsa, sal kalsini adashib degandek yadro qurol ishlatishga buyruq tushirishi mumkin. Bu ehtimollik mi bor? Lekin kalsi saqlam bo'lsa, menimcha bu ehtimollik cho'ng emas deb o'ylayman. Endi urush boshlangandan yoki bizning dimimiz bilan ishimizga kirib ketdi. Sababi nima desa, Uyg'urlarga kelgan fursat bu intayin egri darajada ziyonga uchradi. Hozir butun dunyoniki diqqati Ukrainada bo'lib qoldi. Bo'libmi Ukraina bir demokratik davlat. U yerda muxbirlar bor. Hamma yerlarni videoga rasmlab ko'rsatib turyapti har kun futurliq. Hatta bu boshqa nim bo'lyapti, buni hamsi ko'p turyapti dunyo. Garchi Ukrainadagi fuqarolardan uyib ketganlarning soni Uyg'urlar seçtiğin çağda undaq çıkamaz endi. Aştaq bolsunmu ularniki video, resimleri çıkıp tuğalık için ondan başka Ukraynalıklar Müslüman emas. Aştaq başka bizgi seçtiğin çağda G'arb elleriniki himayasiga tezroq erishidi bola. Yana bir tarafdan hozir Ukrainaga yordam qilayotgan davlatlarniki ko'pinchisi hatto hammasidagidek Xitoy bilan iqtisodiyotan bog'langan. Ashta bo'lganlik uchun biz Ukrainaliklar erishgan yordamga erishamaymiz. Ularga o'xshash muomalani kutsak erishamaymiz unga. Shuning uchun bizim biroz realistik bo'lganimiz yaxshi, amaliyotchan bo'lganimiz yaxshi. Bu deganim endi shu qilib o'tiraydi degan gap emas. Qiladigan ishimizni qilib turganimiz yaxshi. Lekin xalqarodan, dunyodan bir qattiq norozi bo'lib ketishdan saqlanish kerak. Albatta men degandek bu munosabat birib oldigan munosabat, bizning birdigan narsamiz yo'q hozir. Uning aksicha bizning vazifamiz texnik og'irlashdi. Biz burunqi qargan chaqda natijasi qattiq tirishmasak olmaydi bundan keyin. Hozirmi Uyg'urlarniki irqiy qirg'inchiligini to'xtatish ishi nihoyatda bir cho'ng to'salg'iga duch kelgan. U nima desa, xalqaroniki Sharqiy Turkistonga tekshirish umiga avatib, u yerdagi ahvolni tekshirib chiqish, Xitoyni irqiy qirg'inchilikdan to'xtatish. Bu jihatda hech qanday amaliy tadbir yo'q. Bosh kunning yoki BDT'nin kişilik hukuk oliy darajali komissari Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bo'ldi degan xabarlar chiqdi. Lekin bu ziyorat. Unda kishilarniki ziyorat qilishi Uyg'urlar uchun intayin cho'ng ziyonliq. Sababi nima degan chaqda Xitoy butlab o'yin ko'rsatdi. Haqiqiy ahvolni ko'rsatmaydi. Shunga Sharqiy Turkistonga xalqaroniki berishi faqat tekshirish uchun bo'lsa,
Uyg'urlar uchun foydasi bor. Lekin ziyorat uchun bo'lsa foydasi yo'q. Hozirgi ahvol shunaqa bir ahvol. Shunga chet eldagi Uyg'urlarniki bundan keyin nihoyat kuchab qiladigan ishi Turkiyadagi qarindoshlar qilayotgan ishni qilish. Bizniki hammamizning oilasida o'lib ketgan, yo'qolib ketgan odamlarimiz bor. Meniki bir qancha yilning mobaynida deb kelayotganim 9 milliondek Uyg'ur jamiyatidan yo'qolib ketdi. 1 milliondan qadam o'lib ketdi. O'ltirildi. Ashta bu boshqa chet eldagi hamma Uyg'urning uyida o'lib ketgan, yo'qolib ketgan odamlar bor. Chet eldagi Uyg'urlar shu kishilarning rasmlarini cho'ng qilib besib chiqib, imkon qadar cho'ng ko'lamda to'xtamay namoyish qilish kerak. Buni Turkiyadagi qarindoshlar qilyotdi. Mush orqali biz dunyoniki diqqatini tortib olaymiz. Ularga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ko'lami qancha ekanligini ko'rsataymiz. Xitoylar Sharq Turkistonga xalqaro muxbirlarni bag'izmaydi. Ashta boshqa biz Ukrainaliklar bilan seçtiğili bulduğun bir önümge erişeydi desek, şunu kullanışımız gerek. Bunda başka çare yok. Yeni bir mühim mesele, Uygur hareketinde barlık Uygur teşkilatları ve Uygur gruplarındaki bir ortak şuarı bağlanmış gerek. 10 teşkilat 10 xil şuarda, 10 grup 10 xil şuarda oturup çıkmasak işimiz akmaydı. Birbirimizin işini aksıtımızda. Bu xalqaro ommaviy harekatdagi intayin bir mühim nokta. Ben bu vaqtda keyinchalik ayrim to'xtalishim mumkin. Buni planlagan uzun bo'lib ketdi, ammo yetishib bo'lmadim. Dünya Uyghur qurultiyi yaqinda 5-yildan oxiri 2 qatimliq Milliy Kengash yig'ini etishni qaror qildi. Bu bir yaxshi fursat. O'xshamagan tashkilotlarning rahbarlari birga kelib, muzokara, o'zaro tushunish olib berib, mushatada qadamni birlikka keltirish ishidan ayta muhim. Men undan xush bo'laman hozir. Ondan keyin bu yerdagi barliq Uyg'ur tashkilotlarininki va Uyg'ur guruhlariniki xalqaro birdan uchuri birlan bo'lish kerak. U nima deganda xalqaro jamoat Sharqiy Turkistonga tashrish umiga avatib Xitoyniki Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatsin. Mush bo'lish kerak. Boshqa darslarniki hozircha qiymati cho'ng emas. Endi temini biraz buray. Hozir Xitoyda ikki cho'ng qurultay ichilyapti. Birisi siyosiy kengash yig'ini, yanisi xalq vakillar qurultayi, ikki qurultay ichilyapti. Bu ikki yig'ini birlashtirganda bunga 5000 dak odamlar qatnashyapti hozir. Bu yig'inlar 4 mart kuni boshlangan, 11 mart kuni oxirlashadi ekan, yana 2 kundan keyin. Bu yig'inda bir qiziqarli ish bo'ldi. Yig'in boshlangan vaqtida xabarlarda bor, Jallat Xi Jinping davomliq o'zi eng oldida kirib, qolgan 6 kishini o'zidan biroz necha metr orliq qoldirib qo'yib, undan keyin kirishga o'rlashtirib kelyotdi, uzun bo'ldi. Men o'zimniki markazligini gavlandirmasam bo'lmaydi deb. Burun bu kirgan vaqtida kishilar oldilar buni qarab choq chalatdi. Maqatim yig'inda sahnada o'tirganlar. Xi Jinping men kirvassa Xi Jinping qaramay, uniki oqsidagi kishilarga qarab choq atgan ko'rinishlar, videolar tarqalib ketdi. Bu nimadan darak bo'ldi desanglar, Xi Jinpingniki kuni taslishyapti hozir.
mush qatimqi Ukraina urushidan keyin Xitoy hokimiyat beshidagi Xi Jinpingdan norozi bo'lgan, unga qarshi turadigan kishilarningki soni endi shiddat bilan eshityapti hozir. Shunga bu yil 10-11 oydagi 20-qurultayda bu Xitoyni qaytadan taxtga o'tirmamni bilmaymiz. Har holda uniki hali nacharlashyapti hozir. Bu qatimki Ukrainadagi urush oxirlashsa, dunyo Xitoydan hisob edishga o'tishi mumkin. Birisi Xitoyniki Ruslar bilan bo'lgan hamkorligi. Texi yaqinda shu Beijingdagi qishliq olimpik yig'ini mezgilida Putin Beijingga kelgan vaqtida qaytgandan keyin bu ikki davlat bir birlashma axborot bayonot e'lon qilgan. Uningda Xitoy bilan Rossiya o'tirishidagi hamkorlikniki hech qanday cheki yo'q deb. Biz butun sohada hamkorlashimiz degan narsani jakalagan bo'ldi. Qashta bu qatim Rossiyani jazolagan chog'da tabiiy holda Xitoymi buning ichiga kirishi mumkin. Andan keyin Xitoy virusning ishi bor. Dunyo zodi bunga bir vaqt topolmay kelyapti hozir qadar. Bir ishdan keyin bir ish chiqib. Xudoyim bursa, agar urush oxirlashsa, bumi bir dunyodagi muhim temaga o'zgarish mumkin. Endi men bugun so'zlaydigan yana bir muhim tema Xitoy o'ziniki Uyg'urlarni yo'qotish taktikasini yangilamoqchi. Bu yil 4-oydan boshlab. Xitoy hozirgacha g'arb ellardagilarni birliksab ministrniki ostidagi Xuashanxuy deydi, muhojirlar komiteti degandek ashundaq bir o'rindan paylanib turib g'arb adillariklarini qo'lga keltirib kelgan bo'ladi. Birliksab ministrlar Tungjan bu deydi. Shu orqali. Lekin Türkiye ve O'rta Sharqlardagi allarga bo'lsa, Xitoy diniy ishlar komitetini ish qilgan. Chiqsab kelayotgan hozir qadar. Bu jihatda nurg'un faktlar bor. Sınırımız Asiya Uyghur müşpatiyakında müşakada özünün bir analiz maqalasını oturuğa çıkırışı mümkün. Şu çağda bu işlerden tepsili xabar tapsılar. Endi Xitoyniki yeni taktikisi degan vaqtida Xitoy hozir g'arb ellardagi Uyg'urlar to'plashib yashayotgan rayonlarga diniy ishlar komiteti orqali qo'l tiqmoqchi bo'lyapti. Bu qanday ish desanglar? Vatan ahvolini hammiz bilamiz. Islom dini yaqinqi necha asrninki mobaynidagi Uyg'urlarni qo'g'dab kelgan bir xil qalqon bo'lib kelgan. Xitoy buni yaxshi bilgan bo'lg'achqa vatandagi Uyg'urlarni yo'qotish uchun oldi bilan bular dinni yo'qotdi. Dinni yo'qotib vatandagi Uyg'urlarni o'z qo'li bilan bevosita yo'qotib o'tadi. Najjiqlarini yo'qotib bo'ldi hozir. Endi chet elda bo'lsa, bu yangi taktika nima ekan desanglar, chet eldagi, g'arb ellardagi Uyg'urlar to'plashib yashayotgan joylardagi Uyg'urlarni dindorlashtirish. Shu orqali Uyg'urlarni pashlab yo'qotish. Bu qanday ishlaydi deb so'rashinglar mumkin. Bu taktika qanday ishlaydi? Agar g'arb ellardagi Uyg'urlar Uyg'ur madaniyat markazi qurishning o'rniga islom markazi qursa, hamda Uyg'urcha kiyimlarini tashlab, Arabcha kiyingan bo'lib ketsa,
u chog'da bu uyg'urlar faqatlam arab va turk jamoati bilanlam munosabat qiladigan bir holatga keladi. Yerlik millatni yiroqlashadi. Amerikadagi uyg'urlar amerikalikdan masalanga, Yaponiyadagi uyg'urlar yaponlikdan degandek yiroqlashadi. Ondan keyin yerlik millatmi uyg'urlardan yiroqlashadi. Uyg'urlar müşta qattiq dindorlashish yo'lga mongan uyg'urlar yashamagan ularning bir qismi uyg'urlikdanmi yiroqlashadi. Bunda ishlar bo'lib kelayotgan hozir. Endi Xitoy buni rasmiy bir taktika sifatida yo'lga qo'yib, chet eldagi uyg'urlarning qo'li bilan yo'qotish ishini boshlamoqchi. Bu ish shu 4-oyda boshlandi ekan. Jiq mablag' solib 4-oydan boshlab bizim vatandan chet elga chiqadigan odamlar biraqlam ko'payib ketishi mumkin. Bu chiqadigan odamlar ichida normal insonlarmi bor, Xitoy odamlarimi bor. Xitoy odamlari Uyg'ur bo'lishi mumkin, Xitoy bo'lishi mumkin va boshqa millatlar bo'lishi mumkin. Buni bilmaymiz. Ammo cho'ng vazifasi bor. Albatta men degan vazifa. Aybek işler bo'lganda chet eldagi uyg'urlar o'zimizni yo'qotamiz. Hozirgacha bo'lgan ahvolga qaragan bo'lsak, dindorlashgandan keyin Uyg'ur davosidan yiroqlashib ketgan yoki uyg'urlikdan yiroqlashib ketgan kishilarimiz xili bor. Bunun misollar xili bor. Hozir endi Xitoylar buni bir taktik sifatida yo'l qo'ymoqchi bo'ladi. Xitoyniki birinchi plani Amerika. Meniki bugungi sizlarga deydigan eng muhim uchurim shu. Hammamiz diqqat qilaylik. Har qanday bir ish qilishdan burun bu ish o'zimizni saqlab qolishga, millatni saqlab qolishga foydalimi, ziyonlimi? İnsanlar qiladigan ishlarda bir muhimlik tartibi darajasi bo'lishi kerak. Hozir Uyg'urlar uchun, chet ellik Uyg'urlar uchun birinchi darajalik muhim ish o'zimizni saqlab qolish. Vatandagilarning taqdiri qanday bo'ladi bundan keyin bilmaymiz. Chet eldagi Uyg'urlarniki bizning tanlashimiz bor. Qanday yashash haqida. Biz faqatlamkin oxiratni yoki yana bir dunyoni eng muhim bilib, ma dunyodan butunlay voz kechib, bu dunyodagi hamma narsani ko'rmas, his qilmas, nafratlanmas, ashta bir bo'vilib o'tib ketsak, biz uchun intayin ziyonli. Shunlashqa bu jihatda hammamiz o'ylash kerak. O'ylanmasak bo'lmaydi. Mart kuni Twitterga bir narsa chiqdi. Bir danliq Arab muxbiri bor ekan. Bu muxbir maqola yozib, "We Muslims" deydi. Biz musulmonlar Xitoyniki İslam hamkorlik tashkiloti bilan bo'lgan munosabatdagi tirishchanligidan intayin qattiq rozi. Endi biz deydi, şu munosabat bilan biz Xitoy hokimiyatining Uyg'ur musulmonlarini Xitoy cemiyetiniki bir ayrılmaz kısmı şeklinde muamele qilganligidan
intayın razı deydi. Yani Xitayga yine rahmet etip atadı. Bugünkü günde. Ben bu sen için dünyadaki Müslümanlar için bir çoğun numus dep inkaz qaytırıp koydum. Aldın qatımlıq videoda ben bazı bir kişilerniki Amerika'daki Uyghur, Türkiye'deki qiyinçiliği ve Uygurlarga iqtisadi yardım bereli degan toq. Şuna üzerlerindeki iqtisadi qiyinçiliğini ve Uyghur davası için qandaq töp qo'shayotganliklarini yezip iltimos qilsanglar biz sizlarga pul beramiz deb birisini telefon qilayotganligi haqida uchragan. O'tgangi videoda sizlarga degandim buni. Keyin buni suretish jarayonida Amerikada bundaq adamning yo'qligi aniqlandi. Ya'ni qandaqdir bir kishilar o'zini men Amerikadagi bir Uyg'ur sizlarga iqtisodiyotni yordam qilaman, iltimos qilinglar, ahvolingizni yozib o'tinglar, oila ahvolingizni, qiyinchilik ahvolingizni, Uyg'ur davosida nima ish qilganliklarini yozib o'tinglar, qancha ko'p yozsanglar shuncha iqtisodiy yordam berish pursi shuncha yaxshi degandek gaplarni qilib ekan. Keyin bu bir qism kishilar buni surishtirib buni adam topolmabdi. Şuna bunu sizlarga deb qo'yay dedim. Hozir mushtaq telefon qilib Turkiyadami Turkiyaga yoshlarni bir yerlarga berishga undab chaqirib iqtisodiy yordam qilamiz deb bir qism ishlarni bo'layotganligini angladim. Herhalde ehtiyot qilinglar. Hozir qaysiga qarasa Uyg'urlar boshqalar uchun qurbon bo'lib ketadigan ahvollar bak ig'ir ko'rilyotidi. Shunga ehtiyot qilaylik. Chet ellik sonimiz ko'p emas. Imkon bor o'zimizni qo'llab qolaylik. Bugungi eng oxirida sizlarga deb qo'ydiganim Uyg'urlar to'g'ri jurnalniki 30-soni bugun yoki erta to'g'ri chiqariladi. Bo'lsa undan o'zingizlar yaxshi foydalaninglar. Undan keyin do'st birodarlaringlarga tarqatib qo'yinglar. Amsa buludu bugun boshqa so'zlay. O'zim biraz charchab qolganda so'zladim. Endi qanday bo'ldi bilmayman. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.